Bismillah. Ha aka, oldin bunaqa joyga kelmagansiz-da. Hijolat qilyapsiz shu anga. Hijolat qilyapman-da bunaqa joyga kelib. Yo'q aka, hijolat qilib o'zingizni ayblamang. Aka, siz aybdormisiz bunaqa joyga birinchi marta kelishingizga. Men aybdorman. Chunki yoshligida bir dasturxonda o'tirib bir xil ovqat yeganimizni unutdim. Bir xil sharoitda yashaganimizni unutdim. Bir kiyimni ahillikda navbatma-navbat kiyganimizni unutdim. O'rtoq yaqinlar bir oqibat tiklamasak bo'lmaydi. Sizlar umuman oqibatsiz bo'lib ketyapsizlar. O'tgan safar shunaqangi bir zo'r joyda o'tirdim. Sushini shunaqangi pishirar ekan. Aka, men har kuni shunaqa joylarda ovqatlanaman, lekin jigarim nima yeyapti deb hech o'ylamadim. Ha yo'q uka. Ha nimaga sen aybdor bo'lasan? Ha endi sen katta lavozimda ishlaysan. Hamkorlaring bilan kirib ovqatlanasan-da iloji yo'q. Ha men oddiy bir usta bo'lsam, bunaqa joyda ovqatlanishga kim qo'yibdi menga? Ha, hozir telefon qo'raman, aytaman mazmun. Hop. Aka, men rahbar bo'lsam, sizni deb rahbar bo'lganman. Men o'qigan o'qishga siz ham kirgansiz. Otam ikkalangni ham o'qitaman deganlarida siz ko'nmasdan sharoitimizni bilib, mas'uliyatni bo'yningizga olib otamizning yoniga kirgandingiz. Men student bo'lib yurganimda kiygan kiyimim hatto yeb ichishimgacha o'yladingiz. Lekin menga ozgina amal tegib, akam nima yeb ichyapti, bolalarini qanday boqyapti deb biror marta o'ylamadim. Aka, endi mana shu restoranda har hafta oilamiz bilan o'tiramiz. Oqibatni endi tiklaymiz. Rahmat uka. Senda ukam bor deb quvonib yuraman-da ko'chada men. Men ham akaman-da. Qachon oxirgi marta singillarimdan xabar oldim? Qachon? Alo. Singlim. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Anchadan bir xabar ham ola olmayman. Jiyallar tuzingmi? Tez kiyimlaringni kiyib turgan opangga ham telefon qilib qo'ygin. Bitta zo'r joy bor. Sizlar bugun bir mehmon qilay. Ha yo'q, bugun bayram emas. Bir akalik mehrim tutib ketdi-da. Tayyor bo'lib tur tezroq.